Shibayevaga kelganmiz. 3 xonali, birinchi etajda joylashgan uyimizni, to'liq remontdan chiqqan uyimizni sizlarga tanishtirib o'taman. Kirib kelish eshigimiz mana bu yerdan bo'ladi. Kirib kelganimizda bizani mana shunaqangi hojatxona qismi kutib oladi. Bilasizlar, mana bu yer yopilgan bo'ladi, oshxona o'rni bo'ladi. Oshxonani ochib yuborilgan ekan, balkonga ko'chirilgan. Kirganimizda to'g'rida mehmonxonasi joylashgan. Mehmonxonani ko'rishingiz mumkin. Remontlar akkuratni, chiroyli holatda turibdi. Bu esa spalniyasi. Uyimizda hozir ijarachilar turibdi. 4,5 million so'mga o'zim ijarachilarni qo'yib bergandim. Bu yoq esa detskiy xonasi. Yonida esa sanuzel hojatxonalari bor. Ularni video davomida ko'rsatib o'tamiz. Bu yer esa proyekt bo'yicha balkon, oshxona qilingan. Balkonimiz ham katta. 2.10 ga 5.70 lik balkon hisoblanadi. Uyimiz 4 etajli domda, birinchi etajda joylashgan. Polniy remontdan chiqqan, ko'rdinglar remontlarni. Narxi esa $52,000. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastda raqamda qoldirganmiz. Tezda aloqaga chiqsanglar, uyimizni kelishilgan narxlarda olib berishimiz mumkin. Bizaga podpiska bosib kuzatishda davom etinglar. Bundan da zo'r uylarni chiqarishdan charchamaymiz.